Bitta telefonni deb qamalib ketishiga ozgina qolgan Yandex taksi haqida gaplashamiz. Vaziyat qanday bo'lgan? Yandex taksida klient telefoni qolib ketgan, klient bilan urushib qolganlar. Yo'lda xullas pulini bermay tushib ketgan. Telefoni qolib ketgan, telefonni olgan, orqasidan jalba yozgan klient. Meni telefonimni olib qo'ydi deb. Keyin 02 telefon qilgan payti menda telefon yo'q degan, Yandex telefon qilgan payti menda telefon yo'q deb turib, uyiga uchastkoga kelsa, uzr menda edi telefon deb olib chiqib bergan. Shuni hisobiga imенно shu 6 oy patsit o'tirgan, bu toza bo'lib chiqdi. Ikkinchi vaziyat, akamiz kelibdilar. Foydalanish imkoniyati cheklangan. Bloklarni ochib beramiz, xudo xohlasa. Klient orqada o'tirgan. Klient tushirganlardan keyin akamiz 5-6 ta zakaz qilganlar. Orqaga qarasalar, Yandexdan telefon qilgan payti telefon yo'q. Uchastkovoy telefon qilgan, telefon yo'q. Aka dedim, oxirigacha yo'q deb turing. Sababi bir xil klientlar bor, iflos klientlar bor. Ezvoradi. Ha, menda edi, gaping bormi, nima qila olasan deyishga majbur qiladi. Akalar, ehtiyot bo'linglar shu narsadan. Qamalib ketish ehtimoli bor. Bu videoni Yandex taksidagi jigarlarga jo'natib qo'yinglar. Mabodo bloklanib qolsanglar, kelsanglar qo'limizdan kelgancha Rossiya va O'zbekiston bo'ylab bloklarni ochib beramiz. Obuna bo'lib qo'ysanglar, eng zo'rlari oldinda. Eng muhimi, kommentariyada yozib qo'yinglar. Yandex haqida nima video chiqaraylik? Biz xizmatda barchalar qolamiz. Mashinasida shunaqangi reklama yopishtirgan, ayniqsa yon tarafi va katta reklamalarni yopishtirib, ruxsatnoma olishga qiynalayotgan jigarlarim. Ushbu adresni skrinshot qilib olinglar. Inshaalloh bir kun ishlarni bitirib berasiz. Narxi ham arzon, glavniy joyi. Biz xizmatda akalar, ishlar bilan bo'lib, endi istoriya qo'yishga vaqt bo'ldi. Kelaverasizlar Davrbank, Chilonzor metro, Gul bozoriga yetmasdan stankaga kirib, mana shu podvalga tushsanglar, narxlar akalar Arafa kunigacha ulgurib qolinglar. Cho'tki narxlarda. Qo'ng'iroq qilinglar. Bolalar xizmatda O'zbekiston va Rossiya bo'ylab sizlar xizmatingizdan xursandmiz. Havo отдельный tema, yaxshi kayfiyat sizlarga. Brend mashina ko'rishingiz mumkin. Akamizga tasdiqlanib, plus 30 bonus beradi. Bu prioritet uchun. Prioritet nima degani? Shtobi 10 ta mashina turilsa, kimda prioriteti baland bo'lsa, o'shanga yaxshi zakazlari beradi. Bu o'rtacha kuniga sizga ertalabdan kechgacha ishlasangiz 50 ming so'mgacha foyda keltiradi. Xo'p, bu yerda maqsad tanlasangiz bo'ladi. Misol uchun akamiz 40 ta zakazga 100 ming so'm bonus tanlabdilar. Atak 180 ta zakazga 500 ming so'm bonus beradi. Ko'rishingiz mumkin, oq mashinalarga kattasidan bittada o'tadi. O'zbekiston bo'ylab bu brend o'tadi. Yandexda qo'shimcha daromad o'rtacha 2 million 3 million oshirmoqchi bo'lsanglar, ertalabdan kechgacha ishlab gazini bossanglar bo'ladi va davlat ishida ishlaydiganlar uchun ham juda qulay. To'y hashamga borganda buni olib qo'yasizlar, liniyada yurganda taqib yurasizlar. Biz xizmatda akalar manzil Chilonzorda O'zbekiston va Rossiya bo'ylab komfort blok, vishni bloklar ochib beramiz. Ketdik. Brendga bonus bermayapti degan jigarlarim uchun ko'rishingiz mumkin, magnit brend qilib berganmiz. Liniyada yurganda taqib yurish sharti bilan ko'rishingiz mumkin, birga bir qilganmiz. Xo'p. Oq Cobalt hozir mana bonus bergan. 180 ta zakazga 500 ming, borana 110 tani spokойно olinglar, 300 mingdan. Undan tashqari liniyaga chiqqaningizda minimalni 50 ming so'm bonus. Ko'rishingiz mumkin, birga bir. Aslida bu Nexus 3 hozir bu yerda Cobalt o'tkazishyapti. Xudo xolasa bu yerda Nexus 3 brend ko'rishingiz mumkin, magnit chiroyli qilib berganmiz. Birga bir. To'y hashamga borganda olib qo'yasizlar, liniyada yurganda taqib yurasizlar. Haftasiga 500 ming bonus, yaqinlarga jo'natinglar. Yandexda ko'proq ishlamoqchi bo'lsangiz, eng zo'rlari oldinda. Biz xizmatda. Hammani kutib qolamiz. Manzil Chilonzor. Mana shu Davrbank tagiga kelasizlar. Hammani kutib qolamiz. Cobalt mashinasi bor. Yandex taksida ishlaydigan hurmatli obunachilarim, bu video juda zarur. Sababi Qozog'iston shahrida 2025-yil bo'lmaydi. Barcha mana shu Cobaltlarni komfort tarifidan chiqarib tashadi. Bunga bitta sabab bor. Nima sabab deysizlarmi? Akalar, start tarifidan taksi zakaz qilgan payt 90% holatda mana shu Cobalt kelyapti. Nima uchun? Yili eski 2018-yildan past mashinalar hammasi startda yuribdi-da. Akalar, mashinalari yilini ko'tarsa, komfort tarifida yursanglar bo'ladi. Bu narsani ko'pchilik bilmas ekan. Akalar, Cobalt bor, barcha jigarlarga jo'natib qo'yinglar, yilini ko'tartirib, komfortda yursanglar, inshaalloh ancha komfortda yuramiz.
Demoqchi bo'lganimki, misol uchun Gentra hali ham Qozog'istonda komfort tarifida yuribdi. Siz Cobalt'da komfortda yuribsizmi? Aka, startda yoqmang. Fikringizni kommentariyada yozinglar. Video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, ancha odamga tarqaladi. Biz xizmatda eng zo'rlarini o'tkazmaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Ketdik.